Bugungi videomizda sizlar bilan Granny'ning tarixini o'rganib chiqamiz. Qaytgancha kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni maqsadimizda boshlar. Короче, Granny haqida speedrun qilib aytaman. Короче, Granny birinchi navbatda o'rmonda paydo bo'lgan. Ya'ni o'rmonda uning oilasi yashagan, uning qizi, nevarasi, o'g'li, kelini, keyin eri yashagan. O'rmonda keyin bir kuni uning Semni dadasi, ya'ni qizi Sem bo'lgan. Короче, Semni dadasi o'rmonga chiqib qaytib kelmagan. Sem uni qidiraman deb chiqib ketgan, lekin u ham yo'qolgan. Granny'ning uyida qopqon, mana katta go'shtni ko'rishingiz mumkin. Miltiq-piltiq. Короче, bu sizlar shu Semning dadasini ov qurollari bo'lgan. Keyin esa yana bir ma'lumot. Sem qaytib kelmagandan keyin u nima deydi? O'rmonda qolib ketib, yomg'ir yoqqan, keyin yomg'ir uni kostyumi yomg'irda ta'sirida uni kostyumi tanasiga shimib qolgan. Короче, uni yechib bo'lmaydigan holga kelgan, keyin u maxluqqa aylangan. Bu haqida keyingi videolarda tushuntirib o'taman. Hozir esa Granny'ga qaytamiz. Otasi ham, bobosidan ham ayrilgan qiz stress holatiga tushadi. O'zini o'ldirib qo'yishi ham mumkin edi. Shuning uchun Granny, ya'ni uning buvisi, unga bitta sotuvchi kelib, unga o'rmondan ya'ni bitta sotuvchi keladi, uni ayiqchani olib beradi. Otasi olib bermoqchi bo'lgan ayiqchani olib beradi. Ayiqchani olib bergandan keyin ayiqchada qandaydir vafo degan kasallik bo'ladi. U vafo kasalligi qizga yuqadi va u qarib ketadi maktabga borganda, usti hamma kuladi. Keyin uni buvasi kelib uni olib ketadi. Keyin uni nima deydi? Ana doktorlar aytgan ekan, bu qizingiz o'lishi mumkin ekan. Lekin hali ham o'libdi. Keyin esa sotuvchi yana kelibdi, uni mashinasi buzilib qoldi. Shuning uchun Granny'ning uyiga kelgan ekan. To'satdan kimdir kelib bitadan so'sa bo'ladimi deb yozib qoldirgan ekan. Короче, unga bita bilan musht tushiradi, u o'ladi. Keyin esa unga juda ham ko'p topshiriqlar beradi. Короче, u qochish kerak bo'ladi. Keyin esa mana u yerda stol ustida 5 kun deb yozilgan bo'ladi. Hech gapni ichiga qomla, tezroq bu yerdan qochmasang o'lasan, nafik deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Aytgancha, Granny'ning uyida yana bitta yer to'lada o'rgimchak bor, ya'ni uni ya'ni kelinining qabridan kelinni olganda boshini kesib o'rgimchakka birlashtirgan va shunaqa mutant hosil qilgan. U juda ham bu mutantni Короче, pastga labirint qurib, labirintga qabib qo'yib aytgancha. Keyingi videolarda agar obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, shu videoning tagiga 5000 ta like bo'lsa, men keyingi videoda uning ham tarixini aytib o'taman. Akalar, keyin qochmoqchi bo'ladi, qog'ozlar, bir xatlar taylab ketadi, skeletlar ko'rishingiz mumkin. Tom mustaqil degan yozuvlar bor, keyin kallak chopar nimalar bor. Keyin okalar juda ham qochishga harakat qiladi, lekin qocha olmaydi. Afsuski, aytgancha derazada qo'l izlari ham bor. U короче qochishga harakat qiladi, lekin bu baribir qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun u nima qilgan? Prosta o'lgan. Akalar, men Granny bir haqida aytmoqchi bo'lganlarim shularda iborat edi. Agarda yangi kanalni yangi bo'lsangiz, uni o'zimdan qanimza xayrlashamiz.